boshlandi. Ana tentak uylantirsam odam bo'ladi desam, bitta tentak ikkita bo'ldi. Yaqinda 3-chi tentak ham tug'iladi. Hoy ho'kiz. Ha, oyi. Ha, kelin, tinchlikmi? Oyijon, men uylan yig'ishtiryotgandim-da. Mayli, ovqatga qarang. Uylan yig'ishtirayotganmish. Sen meni yig'ishtiryotganding. Polvonim, tinchlikmi? Oyi, cho'chimay, hammasi paplanib ketyapti lekin kontrolda. Paplanimi? O'zingni planini tug'ilgansan, yana paplanimish. Xotin kishini qattiq ushlash kerak. Gaq desa qo'liga qo'nadigan yo'q. Bu qo'liga qo'nadigan qo'yish kerak. Endi qo'limda qitig'im borligi uchun boshimga qo'ndirib qo'yganman-da. Texnik nosozlik. Ha, boshingga o'raysan. Tushundingmi meni? Ha, yo'q, tushundim. Siraz tushundim. Mayli oyi. Hoy, shoshma. Ha? Boya razrnoy haqida gapirdingmi? Biya? O'shandan bir bochka olib kelib qo'ygan. Bugun bir gapimiz bor-da. Mana nima uchun bolalar ne bilan nima tug'ilib ketyapti?